Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun aslida Sharq Turkiston Ozodlik yo'lida izlanish majmuasining ikkinchi kitobini tanishtirmoqchi edim. Yana araga bir muhim mavzu kirdi. Ko'pchilikka ma'lum, Xitoylar bizning ma'naviyatimizni o'ltirish, milliy his-tuyg'ularimizni ozuqsiz qoldirish uchun Uyg'urcha kitoblarning nurg'unini chekladi va to'plab ko'ydiymoqda. Kitap köydürüş Xitaylarda Çin Şixuang davrida bo'lgan va bu ish zaman diktatorlarning o'z saltanatini saqlab qolish urinishlari orasidagi eng telva, eng insoniyatsiz bir chora sifatida qo'llanilib kelinmoqda. Hitler 3. imperiyasini kitaplarni köydürgen edi. Mao Zedong'mu kitap köydürgen ve yüzünü Çin Şixuang bilan selishtirib iftixorlangan holda biz allaqachon Çin Şixuangdan o'tib ketdik degan edi. Kitap köydürüşünün maqsadi har qachon insonlarni xuddi robotlardek bir xil o'ylaydigan, bir xil fikr modisi, bir xil hayot talabi, bir xil go'zallik qarashi, bir xil g'oya izlanishiga keltirish. Muxolif hech fikr, hech iddiaga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan bo'ladi. Növbette Xitaylarning elib berayotgan kitaplarni cheklash, xosli Uyg'ur milliy kimligini tugutish, atalmış Junxo kimligi yaratish urinishidir. Buning uchun bizning milliy ruhimizga ozuq bo'lish ehtimoli bo'lgan yosh, sabiy qalblarda o'tmishimiz va hozirimizning selishtirmasini tug'diradigan, nima uchun degan savol tug'diradigan va natijada muxolif tafakkurga yo'l ochadigan kitoblarning bo'lmasligi shart bo'lib qoldi. Tafakkur endizimizni, an'ana, kültür miroslarimizni, qahramonlik shajarimizni yo'q qilmay turib, ruhimizni o'ltirolmaydiganligini bildi. Ruhimiz o'lmasa, milliyligimizning yashaydiganligini bildi. Bu qatimqi hamla Xitoylarning bizni millat sifatida tarixdan tamoman o'chirishga niyat qilganligining dalilidir. Mushularni ko'rib turibmi, yana Xitoylar uchun ishlayotgan munofiqlarning nima o'ylaydiganligi qiziq bir muammo. O'z millatini chapsarroq yo'qitishlari uchun Xitoyga yordamlashish. Buni azroqli insonlik tabiati o'lmagan har Uyg'urning aqliga sig'dira olishi haqiqatan mushkul bir ish. Yana kitap köydürüşke qaytib kelsam, bu qatimqi köydürüş tarixdagi har qanday vaqtdagiga o'xshamaydigan ko'lam olganligi bilan xarakterlandi. Avtorining kimligi emas, kitobning mazmuni intayin muhim. Bir misol beray. Ömür bo'yi Xitoylar bilan hamkorlashgan Sayfiddin Azizning kitoblarini cheklangan. Nima uchun? Sababi oddiy. Tarixdagi qahramonlik shajarimizni esimizga soladi. Hatta mesela Sutuq Buğraxon nomli kitap bo'lsa, tarixdagi mustaqilligimizni, Xitoylar degandek azaldan Xitoyning bir o'lkasi bo'lmaganligimizni esimizga soladi. Endi eng shiddatli cheklangan, baş tizimlikda joy olgan bir kitobni tanishtiraman. Bayavandagi Gulxon. Bayavandagi Gulxon bir tarixiy roman bo'lib, 2003 yil nashrdan chiqqan. Romanda qaysi tarixiy davr tasvirlangan, Uyg'ur yangi madaniyat harakati yuqori pallaga ko'tarilgan 1930-yillarning o'tirillaridagi Qashqar rayoni va bu atrofda yuz bergan tarixiy voqealar millatimizning hozirgi zamon millati bo'lib shakllanishi ham yangi madaniyat bilan bir gavdalash jarayoni hikoya qilingan. Romanning bosh qahramoni hammamizga tanishliq Mantlapandi, Tavfiq. Pedagog, natiq, mashhur tashkilotchi, jamoat arbobi, muzikant, shoir. Tavfiq qisqagina 2 yil 7 oy vaqt ichida 10 mingdan ortiq odamni savodli qilib, mo'jiza yaratgan ma'rifchi. Uningdan boshqa muhim qahramonlar yoki bosh roldagi tarixiy shaxslardan Qutluqoji Shavqi,
Yusuf Ziya, Qashqa izchillarining yetakchisi, Novishim maktabining mudiri, Mehmet Efendining eng yaqin do'sti. Saud Efendi, Hilal Ahmarning qurg'uvchisi. Hilal Ahmar musulmonlar diyorida Qizil Kirst jamiyatining tengdoshi bo'lgan bir tashkilot. Mahmud Muhiti 30-yillardagi milliy ozodlik harakatining yetakchilaridan biri. Keyin o'zgartirilgan 6-diviziyaning qo'mondoni, general. Shu tarixiy davrda ro'yobga chiqqan barliq yangilik harakatlarining qo'llovchisi va qo'g'dovchisi. Majiddin Efendi. Asli Toshkentlik o'zbek bo'lib, chet elda o'qigan, keyin yurti bolsheviklar tarafidan besib olingancha qaytanmay Turkiyaga turib qolgan va Istanbulda Turk yoshlar birligini qurgan. Mehmet Efendining Turkiyadan tartib do'sti. Abduniyaz Kamal 1937-yildagi 2-chi qitimliq cho'ng ko'tarilishda barliq milliy qismlarga qo'mondon bo'lgan kishi. Bulardan boshqa Mehmet Efendining yaqin shogirdlaridan Ahmad Mahsum, shoir, Abdug'ufur Qunajim, Abdurahmon shoir, Livahiddin, bu Seyfiddin Azizning inisi, Seyfiddin Azizi va Mehmet Efendining akasiddin qatorliqlar. Bulardan birinchi turkumda Yavaq turmisining ko'ydirilish voqeasida Mehmet Efendi va sabdoshlari bo'lib 300 nafar munavvar shahid bo'lgan. Shuning diqqat, Xitoylar qandaq hukumat bo'lishidan qat'iy nazar, Oq Xitoy, Qizil Xitoy yoki Qora Xitoy bo'lsin, tarixdan beri munavvarlarimizni yo'qotishda bir izchillikka ega. Kitobdagi salbiy qahramonlardan Abdug'ufur Damolla Shaptul, buni ko'pchilik biladigan tariximizdagi eng qora yuz ablah, munofiqlarning eng cho'ng ulgusi. Bulardan boshqa Shang Shisay Jallatga Sovet hukumati tarafidan maslahatchi qilib avatilgan Mansur Efendi. Asli ismi Mashur Ro'ziyev. Uning bir kitobi 2008-yillarda yoki uningdan sal burun Olmaotada nashr qilindi. Uyg'ur zaminida degan bir kitob bo'lib, bu go'yo bir nomussizlikning iqrornomasi, munofiqlikning iqrornomasiga o'xshaydi. Bu kitob 1980-yillarda yozilgan bo'lishiga qaramay, izchil holda Shang Shisay Jallatni yaxshi odam, ijobiy shaxs sifatida tasvirlaydi. Yuqorida tarixiy roman Bayavandagi Gulxanda tasvirlangan bizning tariximizdagi barliq milliy qahramonlarimiz bu Uyg'ur zaminida degan bu iflos kitobda salbiylashtirildi. Yomon odam qilib tasvirlanadi. Qiziq yeri shuki, bu kitob Olmaotada nashr qilinadigan chaqda bir Uyg'ur shoiri kitobga kirish so'z yozib, maqtab muayyanlashtirdi. Kallasiga dog'ichi bo'lgan hamoqat shoirdan biri. Bu tarixiy roman hozir Turkiyadagi Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiga qarashli Qutuq Buğraxon kitobxonasi tarafidan aynan ko'paytirilib tarqatilyotdi. Ya'ni Bayavandagi Gulxon nomli tarixiy roman. Turkiyadagi qiziquvchilar shu kitobxonadan setib olsa bo'ladi. Boshqa mamlakatlarda yashaydiganlar mening tor bitim Aynak. Aynakdan tor bozoriga kirsa setib olaydi. Kitob ko'paytirilma nashr bo'lg'achqa biroz qiyinlab ketgan. Bu demak bahosi pochtaqqa biroz ig'ir bo'lib demakdir. Milliy tilimizni saqlab qolish, milliy ruhimizning uzuqlarini saqlab qolish yo'lida unchalik qurbon bermasakmi sat turdi. Bu videodan keyin men Aynak turdagi tor bozorining adresini takror yo'llab qo'yaman. Agar tordan setib olish mashg'ulotida qiyinchilik ko'rilsa, menga bevosita xat yozsangiz bo'ladi. Yana bir eslatma. Kitob avtorining keyingi chaqlarda torga yo'llagan bir xati bor. Uningga qiziqsanglar, uni e'lon qilaman.
ya'ni romanning yozilish jarayoni, material aniqlash safarlari, nashr qilish duch kelingan qiyinchiliklar haqidagi bir xat. Qarindoshlarga rahmat. Hammanglarni Alloh omon qilsin.